Yo, barchaga salom. Sizlar bilan har doimgidek Rahmonuz kanali. Obunachilar bilan bizlar bugungi videomizda eskirib ketgan o'sha Minecraftni bizlar bugungi o'yinimiz. Bunda nima qilasiz desangizlar, yangi karta ochamiz-da. O'zimiz boshdan kuchayamiz. Boshdan 0 dan boshlab kuchayamiz. Mana yangi karta ochib oldik. Qishloq boshmadimmi? Ya savanna, biyona oddiy biyon. Bu yoqda qishloq bor. Davay. Birinchi o'rinda biz qishloqqa kiramiz. Yani eski Minecraft o'ynamaganman. O'z ko'p bo'lmadi, o'z kecha o'ynagandim hali. Ikki o'ynayotgan aka, nima yuklab olding desam, aka dedi o'ynayim kelgani uchun yuklab oldi. Shuning uchun o'ynayotgan aka. Qani bizlar bugungi shu Minecraftda tezroq kuchayib, tezroq narsa qilishga harakat qilamiz. Hozir qishloqdan ketamiz, qo'mat qilibdi. Qishloqni ko'rmaganiga ancha bo'ldi lekin. Chunki qanaqa Minecraftga boshqa Minecraftda qishloq narsa yo'q, bo'ldi tamom. Faqat fermadan tashqari hech narsa yo'q bitlarda. Ferma bor, eski Minecraftimizda bor narsa. Ovqat ozgina. Tamam, golim bo'lmoqda. Eski Minecraftlarda golim ko'rganmisizlar? Shuni menga kimdir yozib qoldiringlar-da. Qishloqdan kirganlaringizda golim bo'lganmi? Hozir ikki marotaba ko'rgandim, undan keyin ko'raman. Men bilmayman to'g'risi. O'rtada video chiqarmay qo'ydim, albatta uzr so'rayman. Aktiv tushirmaylik, iltimos tezroq obuna va like bosib qo'yinglar. Qancha menga motivatsiya bo'ladigan videoga like bossangizlar, motivatsiya bo'ladi. Kanalimga obuna bo'lsangizlar, ili 500 ta qilib bersangizlar, aniq katta motivatsiya. Ili Instagram akkauntimga obuna bo'lib qo'yinglar. Instagram akkauntimning nomi Rahmon Minecraft. Biladiganlar bo'lsa, oldingi videolarni ko'rganlar bo'lsa albatta. John Lefer yaqinda aytaman yana. Yaqinda ancha John Lefer aytaman hali. To'g'risini bilmayman nima qaysi vaqt, qaysida qilaman. Albatta John Lefer qilmoqchi paytim, agar sizlar hozirga obuna bo'lsangizlar, videolarimga like bossangizlar, men aytib qoldiraman. Boshqa videolarimda agar John Lefer qilmoqchi bo'lsam, bo'laman John Lefer aytaman deb aytib qoldiraman. Ya bildi. Jitel qandoqsa sen bilan savdolashish uchun savdolashish. Bo'ldi, davay. Boshimizga qishloq o'maramiz bo'ldi. Mana bu o'zimizga kelgan resurslarni yig'ib oldik, mana barchasida bor. Juda yaxshi, hozir biz qiladigan ishimizni mayli shularga qishloqdan yordam beraylik. Har qachon kiraman shu Minecraftga yana. Shu bitta video uchun kiraman, agarda yana kimgadir eski Minecraft yo'qsa, kommentar yozib qoldiraversin. Yoki real Minecraft hozircha yaxshimi? Betessizgina oddiy suzishlar. Hech qanaqa tuzuk resurslar yo'q. Sizgina qo'ylar ham ovqat bermaydi. Bizda unda qo'valinglar. Endi o'liming sani. O'ynamadim. Savanada qishloq chiqadimi ekan, Eski Minecraftda savanada qishloq chiqishi taxminiy olganda bilmadim. Shigar qamishlar kelajakda bizga juda ko'p kerak bo'ladi. Mayli, bizlar bugungi challenge qilamiz. 50 yo'q. 100 kun davomida yashab qolish desam to'g'ri kelmaydi. Ancha ko'proq vaqt oladi. Davay, tamom. 50 kun davomida 50 deymiz. Endi 100 kun naqadar ko'p. Barma videoda olayotganda qanaqa montaj o'rtasida kesishlar bo'lmaydi baribir. Chunki o zaman
videoni kesib montaj qilib to'g'ri chiqarsam bo'ladi, lekin nima deydi, to'g'ridan to'g'ri chiqarsangizlar ancha qiziqarliroq bo'ladi-da. Qisqa qilasizlar, hech kim uncha tushunarli yoki sizlarga qisqa video yaxshiroqmi? Albatta kommentar yozib qoldiringlar. Kommentarlar o'qiyman. Bitlashib aytgan ekansizlar, brat Java Minecraft o'ynang. Men Java Minecraft o'ynashim mumkin, lekin uni kompyuter o'ynashim kerak. Bir kun vaqtim bo'lganda hali kompyuterda agar John Lefer qilaman, videomni John Leferimda Java Minecraft o'ynayman. Albatta, qaysidir bir John Leferimda Java Minecraft o'ynayman. Albatta kanal tezroq 500 ta bo'lsa. Unda ham to'g'ri to'shni bilmayman, 100% men Java Minecraft o'ynayman demayman. Bodo o'ynab bilmasligim mumkin yoki qotishlar bo'lishi mumkin da, shunga kiraylik-da. Chiqib ketish uchun yo'lam etib qo'yaylik o'zimizga. Aytganimdek, qotishlar narsalar bo'ladigan bo'lsa, o'ynamasligim ham mumkin. Oddiy Yandexda o'ynayman kompyuterda. John Leferimda qaysidir John Leferimda o'ynayman. Albatta kanalimda 500 ta obunachi bo'lgach. Video olmaganimga tilamaylarni qo'yapti, lekin yaxshi, juda yaxshi. Shu kunlar yetib ortadi. Balki yana kelishimiz ham mumkin betlarga. Yaxshi, kecham tushdi, bizda bir resurslar yetarli. Resurs deyiladi shekilli. Yondikin ko'zda ko'ngil menga. Ochiq ko'ngil yo'qda, lekin ortga bo'li kerak emas hozir. Hozir biz ko'ngil kirmaymiz, chunki o'zimizda atigi shunchagina daraxtimiz bor. Albatta daraxt topamiz agarda vaqtimiz bo'lsa, kech tushmasa agarda. Tezda ko'ngil kiramiz. Bittan. Mana shu daraxt chopayli. Aktiv tushib ketgan ekan. Sizlar o'zlaringizga nima dedi? Men 3 ta deb yotgandim, qarasam, keyin 4 ta obunachi kerak bo'lib qoldi, keyin 5 ta obunachi kerak bo'lib qoldi. Nimaga obunachilar o'zlaringizning bosgan obunachilarni qaytarib olasizlar? Tushunmadim-da men. Voy, bu sabab bunday qilamiz. Har 10 ta obunachi, har yo'q, 10 ta deyman. Mayli, har 5 ta obunachi uchun bitta Minecraft video chiqaraman. Bilaman. Har 5 ta obunachi uchun bitta oddiy video chiqaraman. Obunachilar kelmasa, men oddiy bo'lak video chiqaraman, lekin o'zi tezroq iltimos sizlardan 500 ta qilish yordam beringlar. O'zi ko'p qolmadi, atga 5 tonagina qoldi. Nimaga sizlar unday qilasizlar? Boshqa bloggerlar so'rasa, o'zi to'xtamasdan qilib beraverasizlar-yu. Nimaga? Tushunmadim sizlarga obunachilar. Sizlar uchun mana masalan soatlab, narsalar, masalan kontaktlar, videolar qilib beraman. Nimaga hech qilmaysizlar? Obuna bosmaysizlar. O'sha motivatsiya ham bo'ladi, video chiqarish yoqmaydi. Keyin nima bo'ladi? Bitta video kam chiqadi. Obunachilar soni tushib ketadi. Sizlar ko'tarib berishlaringiz mumkin, tezroq obuna bo'lsangizlar. Nimaga obuna bo'lasizlar, qaytarib olasizlar? Temir topdim. Gap bilan bo'lib temirlar qolib ketmasin. Davay, temirlarni ham olamiz. Kommentar yozib qo'yinglar, challengelarni. Izga yozib qoldiringlar. Siz masalan, men qaysi Minecraft o'ynayman? Oddiy Minecraftdami yoki real Minecraftdami? Kommentar yozib qoldiringlar. Yaxshi, bitta temirlarni ham olamiz. Temirlarni ham olgach,
Keyin suramiz bu yerdan. Hech narsa kerak emas bizga. Temir olamiz, almaz, oltin, temir, boshqa balovatarlar, tamom. Keyin shu bilan kuchayib o'zimizga baza uchun yaxshiroq joy topishimiz kerak. Ko'mir kerak emas bizga hozir. Bitkiga üstünde yo'qmi? Üstünde bo'lmasin. Kerak emas. O'ldim. Bunday qilamiz obunachilar. Agar mo'g'da bir marta o'lsak, o'sha chilindamizni uchiramiz. Bitta chilind o'ynamaymiz bizlar. Lekin bir marta bo'lsak, o'sha Minecraft o'shada chiqaman. Qayt kiraman orqaga. Shundan ehtiyot bo'lib o'ynayman. O'zi video boshlashim kerakdi. Videoni ko'rish davomida obunachilar tezroq like bosib qo'yinglar. Davay like bosinglar, qani like. Qani like, hech kimda like yo'q-ku. Davay like bosinglar qani. Ko'ramiz. Menimcha qayerdadir turibdi davar-ku ana shu. Qayerda bo'lsa ham yonma chiqay. Orqadan kelib krisal ketma. Yana qaysi o'yinlar o'ynay? Bittadan yozib qoldiringlar. Ya bila yarimtagina jonim qopti-yu. Yarimtagina o'qadim. Bundan qoldi, davay. Shu temirlarni olamiz. Qiziq tushamiz, ko'ramiz, shuncha yo'q, suramiz bu yerda. Yaxshi. Bu temirimizni ham olamiz. Kattasan, zaybal qilmadan chiqdi oldim, Bilyat. Shitdan al. Oh my god. Menimcha temir kon, yo. Nari o'tmaymiz hozir. Biz birinchi qiladigan ishimiz obunachilar hozir. Versagimiz qatta qodir. Ha, yo'q. Versak nima kerak? Bizda o'sha pechka bor-ku. 40 bitta. Davay. Ko'mirlarimizni qo'yamiz. Temirdan qazishga boshlaymiz. Resurslar yasaymiz. Yunchak tez kuchayib ketaman deb o'ylamagandim lekin. Hali Minecraftda nima deydi-yu, aytgancha. Oboda bir marta o'lsangiz qaytarilmaydigan Minecraftni keyin versiyasi nima deydi? Shu. Shuni izlay o'zi. Shu narsani-da qanday nom nima edi shuning hali. Ko'p blogerlar aytardi, Minecraft blogerlar. Ko'psi aytardi, o'lsangiz qaytib tirilmaydigan Minecraftda, lekin Verstagimizda o'zimizga temirli kirkasi olamiz-da, elimizda davom etamiz. Hozircha bizlarda barcha narsa yetarli. Ekan. Bilyat. Topik. Mayli. Davay bu enaytaversin, erversin-da. Biza birozgina qaziymiz mana shu yerda. O'zimizga kerakli bo'lgan narsa olamiz. Kirka. Siz Minecraftda qaysi narsani yaxshi ko'rasiz? Masalan, kirkanimi, oltin olmanimi yoki totemmi? Libboy narsa, qanaqa narsani yaxshi ko'rasizlar? Masalan, almazmi? Albatta kommentar yozib qoldiringlar. Qaysi sizlarga Minecraftdagi resurslar yoqadi? Ya temir. Yana temir chiqdimi?
Shikirkan joni ketguncha davay chopamiz. Qazamiz. Eski Minecraft, yangi Minecraftda. Jonim ketdi buning. Qani bitta betga qo'yamiz da. Juda yaxshi. Qazish davom etamiz. Davay hozir bitta almas topamiz da. Videoni yakunlaymiz. Yoki-da boshqa bir narsa topib o'zimizda yo'q bo'lsin faqat, o'zimizda yo'q bo'ladigan narsalardan. Lazeritmi? Yoki-da bir nima edi, nomad qanchalik. Bir chiqmaydimi? Bir boshqa resurslari. Yer blok chiqsa, yer blok bormi? Ha, yo'q, bor ekan. Sizgina. Yer blokni qo'yib, videoni tugatmoqchi edim. Davay, bo'linglar. Kanalga obuna bo'lamiz, videoga like bosamiz, kommentariy o'tib, men aytgan izohlardan yozib, men aytgan narsalardan bittasini yozib qoldiramiz, o'z izohlaringizni orqasiga yozib qoldiringlar. Video kommentariy oxiriga debat yozib qoldiringlar. Hech narsa yo'q-da bu yerda. O'sha yer blokka keldi bizga. Yer blokka. Yer blok oldim. Hech narsa yo'q. Hech narsa chiqmaydi ashitdan. Dayajada bitta almas topinglar. Ya bir dona almas ber, iltimos chiqmasa-da, bilar. Temir atgancha temir esdan chiqarmaslik kerak hali. Hali temirlar ham bor. Juda yaxshi. Chuqurroq qazib borarsak, siz chiqmaydimi hali? To'xtalarda qaysi blokdan? Ha, yo'q, bor ekan bu blokdan. Baby. Videoni avvalcha shu yerda to'xtatib qo'yaman. Keyingi qismda ko'rishguncha, albatta keyingi qismni kutinglar, yaqinda chiqadi. Olinglar shuni. Hammaga xayr, sog' bo'linglar. Nimaga unday qilyapman? Bu eski Minecraft, bu real Minecraft emasku, to'xtanglar. Davay. Nima o'ylayapman? Ezginda o'ylasam bile. Hozir qanday edi hali? Shundoqmi? Videoni shu yerdan ko'rganmisiz? Hammaga xayr. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. Videoga like bosib, kommentariyaga o'tib, o'z izohingizni yozib qoldirishdan chiqmadi. Obuna bo'lib qo'ying.